Assalomu alaykum. Ismul.uz akkauntining obunachilari va chorva ishqibozlari, mana shunday va similtal ishqibozlari va zot ishqibozlari. Akalar, bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qo'rama qishlog'idamiz akalar. Bugun mana shunday zot ishqibozlariga mana shunday similtallardan topib qo'ydik akalar. Ko'ringlarchi. Bir qatordan va bugun mana shunday zot ishqibozlariga chiroyli ko'chatchilardan topib qo'yganmiz akalar. Va Jahongir akamni o'zining qo'ralaridamiz. Jahongir aka, assalomu alaykum. Ismoil.uz obunachilari. Sizsiz, assalomu alaykum. Ro'za Ramazonda charchamasdan Alloh tutgan ro'zalarni barchamizni Alloh qilib qabul qilsin. Ro'zalarimizni qabul qilsin-ku ha. Ukaxon, bu videoni chiqarishdan maqsad obunachilaringizga tanishtirish. Bu Oddiy tanishtirish xolos. Tanishtirib bu nima? Hamma biladi, bu semental zotini boshqa. Asosiysi chorvani parodali molni oling, yutasiz degan maqsadda mollarni parodasini tanlashda adashma. Birinchi o'rinda ukaxon sementalni tozasini oling, boqing, o'shanda yutasiz. Nimaga degan savoliga mana shu bo'zyapti, men 2 oy oldin olganman. 2 oy? Ha, 2 oy oldin. 2 oylik bo'ldi. 2 oy oldin. 2 oy oldin bir uchastkam, yangi uchastkadaman. Katta uyimda pastda 2 oy oldin bitta o'zimizda mesni parodadan bitta tashlab qo'ydim. Xuddi shunaqa qiziqishga. Tashlab qo'ydim. Ukaxon ketuv bo'yicha sementalga yetmas ekan. Hozir obunachilaringizga do'stona fikrim, boqsalaring sementalda zotini parodasini yaxshin tanlab boqinglar, xudo xolasa. Biz ham ozmi ko'pmi tajribamiz obunachilarimizga qaysidiridan kuchsizdir, lekin men do'stona fikrim boqqanga yarasha sementalni tozasini boqqanga. Endi foyda bo'yicha ham, haligi bo'yicha ham yaxshi nisbatan. Lekin puli qimmati. Endi lekin buni foyda tashlashi bo'yicha o'sha pulingizga ustroyd qilaveradi. Men endi masalan bir xillar sementalda yaxshi tushunmaydi-da, bu eng yaxshisi zotdorini qaydan buni ajratsam bo'ladi deb deyishi ham mumkin. Bunga endi tavsiyangiz sizga nima deysiz? Qanday ajratgansiz? Masalan, endi kichkinaligida olganmiz bo'ladi hammasini. Buni mana bu ikkalasini kichkinaligida olganman. Mana shu ikkalasini, ha. Ustunligidan noldan boqqanman. Mana shu ikkalasini noldan boqilgan ekan akalar. Korpuslarni ko'ravering. Mana ularni 3 oy oldin ne vaziyatga qarab 3 oy oldin. Chestoslar men 2,5 oy 3 oy bo'ldi mana ikkalasi. Mana rosa 2 oy bo'ldi. 2 oylik davom. 8 fevralda kelgan. 8 fevral kuni mana shu. Mana 2 oylik bo'lgan hozir. Mana 2 oylik bo'lsa-ham yo. Ishon qayramda 2 oylik. 2 oy bo'ldi olgan. Ha, 1 yosh 2 oylik bo'lgan. Demoqchiman, o'zgarish koeffitsiyenti, bularni qo'shish koeffitsiyenti bir kunda endi qancha kilogramm tarozim yo'q tortgan. Demoqchiman, parodali sementalni yaxshisini olgan yaxshi. Savolingiz qolib ketdi javobsiz. Semental tozasini qaydan ajratadi? Biz ham endi katta firmalardan ota-onasini ko'rib, keyin olamiz. Endi men mana imini manosdan ajrating deganman. Sababiga bu sementalni turi nihoyatda ko'p. Turi o'sha nihoyatda ko'pda, o'shancha ko'pchilik o'ylanishadi. Ya qulog'i shalpan quloq bo'lsa semental, yomon tumshuq oq desam, obunachilar uka semental tumshuq qorasi ham bo'ladi, shalpan quloq masi ham bo'ladi, tortishishi mumkin. Shunaqa. Shunga bu sementalning turi ko'p, turlardan ko'p variant, oson variant shu firmadan olib chiqqani bo'lsa, o'shandan orqali haligi tanish-panishlardan bo'lsa, qidirib olib yaxshi. O'sha lutshi deb o'ylayman. Endi men hozir mana uni tavsiya qilib, mana holatda semental tozasi bo'ladi deb aytolmayman. Sababiki unga men haligi tortishadigan darajada shunaqa. Hozir shunaqa. Chunki bozorlarda ko'p soxtalari ham chiqib qoladi-da. Endi bu gibralik semental deyshadi. Endi bir xillari haligi bo'ladi. O'shancha aytganim, tavsiya bering deb. Tiratgan ham bolasini yumshog'im deydi. Dangalga. Shunaqa. Hamma o'zini vajini zo'r deydi. Yomonlasa yomon ko'radi. Tiratgan ham tikani bor, bo'lmasa yumshog'im deydi. Dangalida. O'shanday hamma dehqon ham, sotuvchi ham o'zini molini maqtaydi. Molini manosi semental emas, mana semental deb tortsang, gap ko'payadi. Shunaqa. Lutchi tozasini boqsin,
Tozasini Bitta biladigan boqsa. bilan eng yaxshilari ham shu. Endi bularda yosh oyligini aytmadingiz, buni birinchi dog'i, ikkinchi dog'i masalan. Ukaxon Endi- bularni yosh oyligini aytsam, 8 oylik, 9 oylikdan. O chekkadagi 1 yoshga borib qoldi. Bunisi 1 yoshga borib qopti akalar. Mana Buni 2 oyligida olingan ekan. 2 oyligida olingan ekan. Hozir endi 1 yoshga borib qopti. oldin oldi. 2 oy oldin olingan. Hozirda Mana ko'rsating. 1 Mana yoshga borib qolgan akalar. yosh oyligi rovna 6 oylik bo'ldi. Mana 6 oylik yoshcha. Bo'ylari necha chiqib qoladi mana shu yerda? Bo'yi Taxminan 15, 1.15. Hatto 1.15 taxminan hozir. Endi primini o'lchanmagan shu paytga. Mana akalar. Manosi bor, mana toza 5 oylik. O'zgarishlari ancha Mana ko'ring, endi nisbatan yaxshi-da menda o'zimiz. zagonga sharoit yo'q. Hozir kichkina yangi ro'zg'or. Hali pul bo'lganda Qiziqib tashab qo'yiladi, ha, san. Tashab qo'yilgan. Ishlari somon silos, oddiy. Somon silos. Boqqanday boqilaveradi. Uyda ishga ketsam ayolim qo'yib qo'yadi. Shunaqa. Shu haligi bir qiyinchilik joyi yo'q. Endi foyda sal nisbatan oddiy o'quvchilarga qaraganda, o'zimiz mesli o'quvchilarga qaraganda nisbatan yaxshiroq. Yaxshiroq emas, отличный ukaxon. Atlinishli. Ha? Sementalni boqsin, 1 yil boqishgandan keyin ko'radi. Mazasi. Mo ko'ryapsiz-ku. Xudo xolasa barchamiz Alloh chorvamizni boqqanlarimizni Alloh barakasini bersin. Avvalo, barakasini bersin. Avvalo boqishda Xudo xolasa chiroyli boqsa ratsionda Keyin bularda gapingiz bo'ldimi? Hop. Similtal so'rab telefon qilganlar, nomeringizni hozir qo'yib qo'yamiz. Hop. Masalan, similtal ham topib beraverasizmi o'zingiz ham? O'zingizga telefon qilishsa? ha topib ham beraveramiz. Agarda shulardan qiziqib qolsa sotib ham beraveramiz. Qiziqqani bo'lsa Qiziqqani sotib ham borlar. ashaddiysi bo'lsa, narx-navoni misol uchun Hozir tushungani bo'lsa, degani mana uni ukaxon primerni mana bu narx deb aytadigan bo'lsak, qaysi bitta obunachilar ukaxon mana bozorda mana bo'lyapti, mana deyishdi. Buni bozorga taqqaslab bo'lmaydi. Bozorga taqqaslab bo'lmaydi. Demoqchiman, bozorda ham bo'ladi zo'rlari-yu. Hech kim ishongan narsasini shunaqa. arzonga bermaydi. Shunaqa. Endi sog'lomman. Ko'rib turibsiz, xudo xolasa. Hozir Obunachilar sog'lom. ashaddiysi. Men ham qiziqqanim uchun siz mana shu narsaga chiqaraylik deb aytganimda. Qarang, pachka narsalarni ko'ringlar akalar. Old tarafidan ham bir olib qo'ying, bir. Oldi orqalarini ko'rsatib o'tamiz. Qiziqqan odamlar telefon qilaverasizlar akalar. Yedishlari, hammasini so'mkalari bor. Hammasini tashlab beramiz akalar. O'zimiz ham ishqibozimiz. Jahongir akam ham ishqibozi bo'lib boqqan. Mana boqyaptilar ham. O'zlari ham. Bu hozir 10 ta 15 ta edi. Mana shu qoldi xolos-da. 10 ta 15 ta edi xolos. Mana shu 5 dona qolibdi hozirda. Qog'ollarini borishgan akalar. Mana hozirda boqish rejimlarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Hammasi yedishlari yaxshi, sog'lom ajlarimizdan. Bozorga chiqib yurgan mollardan emas bular. Bu kichkinaligidan boqib yurilgan mollardan akalar. Yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Narx-navlarini telefon orqali kelishilaveradi. Ha? Xudo xolasa obunachilar telefon qilsa, Dolasa. qiziqqaniga sotamiz. Bu sotamiz deb video qilmayapmiz, xudo xolasa. Boqishdi. Kimdir chorvaga qiziqqani bo'lsa, videoni ko'rib ham bitta maza qiladi. Shunaqa. Lekin bo'ladigan ko'chatchilar ekan akalar. Qo'yinglar obunachilar. Sizlar Dolasa. uchun shu obunachilarim uchun aka bir chorvani ko'raylik, qiziqqaniga bir ko'rib maza qilsin degan maqsadda telefon qilishayotdik ukaxon. Bo'ldi uka, keling dedik. Baliga Shunaqa. videoga chiqib olib, adibada aytib, yo chorvamizni maqtanish yo boshqa emas. Xudo xolasa, like deb bosinglar. Podpiska obunachi bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta obuna. Ozgina qo'llab-quvvatlayveringlar. Ismimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunday zotdor buqachilarimizdan, Similtal zo'ridan va Similtalda zotdoridan keladiganlarga telefon qilaverasizlarmi? Hammasi ishonchli o'zimizda qo'chalardan akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunday o'quvchilar yoqqan bo'lsa telefon qilaverasizlar Jahongir akamning o'zlariga. Mayli, barakasini bersin akalar.